Demek ki bo'ldi. Demak, zapis boshlandi. Assalomu alaykum. Bugungi Zoom seminarimizga yig'ilgan aziz liderlarimiz, hammalarga sog'lik, salomatlik tilayman. Shatmi kompaniyasida boshlagan ishlaringlar, harakatlaringlar hammalarga omad keltirsin. Nimaga desanglar, hammamiz bitta niyatda biz sog'lom va go'zal bo'lish niyatida biz. Demak, Atmi kompaniyasi 2009-yilda Janubiy Koreyada tashkil topgan. Uni vitse-prezidenti Pak Hangil o'zlari bu ishni boshlashdan oldin sog'liqliklari yaxshi bo'lmagan, ularda sirroz pecheni bo'lgan, ya'ni o'sha jigarlarda shikastlanish bo'lgan, o'sha rakni boshlanish alomatlari bo'lgan va eng yaqin do'stlari shu hemahimni ishlab chiqarish laboratoriyasida ishlagan bo'lgan. Shu taklif bilan chiqqan Pak Hangilga, mana shu hemahimni ichib ko'rganda, mana shu hemahimni orqasidan tuzalib ketasan, xudo xohlasa baribir o'lim yoqasida turibmanki, ichsam ichaman deb o'sha hemahimni o'sha vrachlar aytib bergan dozasi bo'yicha qabul qilib tuzalib ketganlar. Keyin tuzalib ketganidan keyin sityevoy marketingni o'ylab chiqqanlar, chunki ko'pchilik sityevoy marketingni ko'rib chiqqanda hammasida faqat piramida bo'lgan, lekin bular teskarisini qilaman deganlar. Yuqoridagilar emas, eng bir oxirgi a'zo bo'lganlarni yordam berib o'shalarni ko'tarib olishni maqsad qilib qo'yganlar. Haqiqatan shu narsaga erishganlar. Pak Hangil hozirgi mana marketingoviy strukturamizda binar strukturasi, to'g'rimi? Mana chap va o'ng qo'limizga odamlarni a'zo qilib ketyapmiz. Endi Atmi kompaniyasini eng zo'r shartlari bu a'zo bo'lish tekin. Mana boshqa kompaniyalar ham juda ham zo'r, ularning ham strukturalari yaxshi, marketinglari zo'r. Agar u yerda ham ishlashsa, odamlar mana daromadli olishyapti, qanaqadir yutuqlarga ega bo'lishyapti. Lekin Atmi kompaniyasida bu daromadlarni, bu yutuqlarni sizlar 2 baravar, 10 baravar olishingiz mumkin. Nima sababdan? Chunki a'zo bo'lish tekin, majburiyatlari yo'q. Har bitta olingan mahsulotga ball yoziladi. Ballimiz bu PVlarimiz deb aytamiz. Yangi a'zo bo'lganlarimiz hali yaxshi tushunishmaydi, nima u PV deyishadi. Demak, PV degani PowerPoint degani bu ball degani. Demak, ballarimiz kuymaydi. Tarmog'imiz, demak, marketingimiz limitga ega. Limit deganimizda ma'lum bitta qiymatga yetganda, ya'ni 2.400.000 PV bo'lgandan keyin sizlarga hech qanaqa ball yozilmaydi. Bu ballar demak tegimizdagi odamlarga yozilishi boshlaydi. Ya'ni eng zo'ri, eng yuqori cho'qqiga chiqqaningizdan keyin o'zingizdan keyingi 3 ta avlodga ham suriladi. Bu sizni daromadlaringiz, yutuqlaringiz. Misol uchun, har bitta insonda baribir o'sha oxirida yakunlik deyiladi. O'sha yakunlikka yetganda, ya'ni odam vafot etganidan keyin o'zidan keyingi mana shu ID raqamini va parolini o'g'liga, qiziga, ulaysi o'zini o'g'liga, qiziga, ya'ni nevaralarigacha suriladi. Mana shu eng zo'r shartlaridan. Endi marketingoviy strukturasini agar olib qaraydigan bo'lsak, har bitta o'sha yozilgan odamga individual ID raqami beriladi, parollari beriladi. U ID raqamini o'zgartirib bo'lmaydi, lekin qolgan hamma narsasini o'zgartirish mumkin. Misol uchun, parolingizni, telefon raqamingizni, adreslaringizni chunki bilib bo'lmaydi. Bu butun umringizga yetadigan ID raqam bo'lgani uchun yil davomida, misol uchun, katta daromadlar olishni boshlaysiz, yutuqlarga erishganingizdan keyin, misol uchun, kichkina uydan katta uyga ko'chishingiz bor. Demak, nima bo'ladi? Adres o'zgariladi. Mana shu kompaniyadagi eng zo'r yana o'sha shartlari, bemalol kirib, kabinetingizga kirib, o'sha adreslaringizni o'zgartirishingiz mumkin, telefon raqamlaringizni bemalol o'zgartirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi.
Bu taraflama mana tushunib oldik. IT raqami berilar ekan, ballarimiz quymaydi, o'chmaydi. Demak, o'sha balli yig'ganingizdan keyin 1 yil davomida biz yana eshitganmiz, yarim yil davomida bitta mahsulot olib qo'yishgacha, bo'lmaganda o'sha oddiy zubnoy pastani yoki zubnoy cho'tkani olib, yana o'zingizlarni aktivировать qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Agar yo'q, hozir hech narsa olmayman, faqat mijoz bo'lib tomosha qilib turaman, qani ko'raychi qanaqa ekan, nima ekan deganlarimiz ham juda ham ko'p. Mayli anaqa tomosha qilib turaversa, lekin ishlayman, shu kompaniyadan daromadlar olaman deb qiziqqanlar bo'lsa, demak o'zlarini o'sha ID raqamlarini aktivировать qilib qo'yish kerak. Atmi kompaniyasida o'zingizlarni shaxsiy kabinetinglarni agar 10.000 PV qilib qo'ysanglar, demak o'zingizlarni statusinglarni, ya'ni joyinglarni aktivировать qilib, joyinglarni mixlab qo'ygan bo'lasizlar va o'sha daromadlar oladigan eshiginglarni ochib qo'ygan bo'lasizlar. 10.000 PV bilan birgalikda sizlar endi bemalol komandanglarni tuzib, agar chap va o'ng qo'lingizga kamida, misol uchun 20 tadan yoki 30 ta odam yozilgan bo'lsa, ular ham o'z vaqtida nimadir olishadi, to'g'rimi? Zubnoy pasta, cho'tka, o'sha BB kremlar, shampunlar, batlardan olishadi, himoxim, vitamin C, spirulinalardan olishadi. O'sha har bitta odamni har bitta olgan mahsulotiga PVlar yoziladi. Bu PVlar sizni lичный kabinetingizda yig'iladi. Chap va o'ng tarafingizda yig'iladi. Endi qachon birinchi daromadni olasiz? Misol uchun, bir xilla faqat daromad olaman, strukturamni ko'paytiraman deydi. Bu fikrlik ham juda ham to'g'ri. Nimaga? Chunki daromad olib, uyda o'tirib, daromad olib, katta yutuqlarga ham erishish mumkin. Bu yerda faqat nima? Olib ishlatayotgan mahsulotingizni hammaga reklama qilasiz. Misol uchun, shu oddiy zubnoy pasta cho'tkalardan boshlaymiz. Ayollarimiz juda ham yaxshi ko'rishadi o'sha kunliklarni, ежедневkalarimizni juda ham reklama bob narsa, u ham bemalol hammaga taklif etib, o'shani effektini ko'rganlar juda ham chiroyli natijalarga erishyapti. Nima sababdan? Odam juda ham tez a'zo bo'ladi. Nimaga? Chunki sog'lig'inglarni juda ham tez tiklab beradigan kunlik o'sha ежедневkalarimiz bor. Undan tashqari zubnoy pasta cho'tkalarimiz ham har kuni ishlatiladi, to'g'rimi? Har kuni ishlatgandan keyin katta natijalarga erishgandan keyin bemalol uni reklama qila olasiz. Даже odamlar o'sha sizlarga qarab turib, nima ishlatyapsiz, nima qilyapsiz deb so'rashni boshlashadi. Sizlarga ham o'sha maslahatim, hammaga ko'proq o'sha zubnoy pasta, zubnoy cho'tkalar bilan reklama qilishdan boshlasanglar, chunki har bitta inson uyida zubnoy pasta cho'tkalar bor, ertalab yoki kechqurun albatta ishlatishadi. O'sha ishlatayotganda nima? Ximikati qo'shilmagan o'sha Germaniyani dermatologiya ilmiy tekshirish institutidan tasdiqlardan o'tgan, orqasida yashil chizig'i bor deb bemalol etib ko'rsatib, o'sha nimalari bilan butun orqasida o'sha yashil chiziqlarigacha ko'rsatib etib bersak, odamlar shu narsaga qiziqadi. Yana bitta Amangul degan qizimiz borlar, juda ham chiroyli reklama qilganlar. Oddiy zubnoy pastani olib turib va mana shu bizani Atmi kompaniyasini zubnoy pastasini olib, salofanga solib, bunday ishqalaganlarida aytganlar, mana Atmi kompaniyasini zubnoy pastasi shunchalik mayin, zo'r ishlab chiqarilganki, hech qanaqangi ichida ko'mirlari yo'q. O'sha qaysidir zubnoy pastani olib ishlatgan, menimcha Colgate bo'lsa kerak, olib bundoq qilganlarda bir pas ishlatganingizdan keyin o'sha qo'lingizga shunaqa qanaqadir toshga o'xshagan narsalar botib, mana ko'rsanglar bo'ladi deb aytganlar. Shunaqa men ham qilib ko'rganman. Haqiqatan ikkalovini farqi juda ham katta ekan, uni ichida ishqorlari juda ham kuchli ekan. Orqasida yozuvlari bilan solishtirganimda ishqorlari juda ham baland, o'shani hisobiga o'tkir, hidli, tishni tez oqartiradi, emalini oqartirib tashlaydi, lekin keyinchalik kariyesga olib kelar ekan. Endi strukturadan gapiradigan bo'lsam, demak, o'zingiz a'zo bo'ldingiz, o'zingizni shaxsiy kabinetingizni 10.000 PV ga to'ldirib,
darvozalaringizni ochib qo'ydingiz. Tegizdagi odamlar ham mana mahsulotlarni olishni boshlashdi. Ular ham odamlarni agar taklif qilishadigan bo'lsa, o'sha a'zo bo'lishdan keyin 1 yilda yoki yarim yilda bir marta mahsulot olsangiz bo'ladi. Hech kim sizni bu kompaniyadan chiqarib yubormaydi yoki kabinetingiz kuyib ketmaydi deb bemalol qiziqtirishingiz mumkin. O'zi bitta ikkita mahsulot olgandan keyin odamlarni o'zi qiziqib, o'zi olib, o'zi ishlatgisi kelib qoladi. Chunki butun Artemi kompaniyasining mahsulotlari, ya'ni Janubiy Koreyaning mahsulotlari hammasi brend mahsulotlardan olingan. Hammasi tabiiy, ximikatlar qo'shilmagan, halol sertifikatiga ega, GMP tasdiqlardan o'tgan, juda ham ingredientlari va o'sha butun ichidagi mahsulotlari yuqori texnologiyada ishlab chiqarilgan. O'shani hisobiga ham o'sha barglarni iste'mol qilishganda, kosmetikalarni iste'mol qilishganda, yuzlariga surishganda juda ham tez va katta natijalarga chiqishgan. Endi strukturani yasash bo'yicha agar gapiradigan bo'lsak, chap va o'ng qo'lingizga baravar odam yozib ketaveradi. Chunki tepingizdagi sponsorim yozib berishi kerak degan fikrdan hamila yiroq bo'linglar. Nimaga desanglar, agar sponsorga qaraydigan bo'lsanglar, misol uchun sponsoringiz balkim boshida 10-15 ta odam yozadi, lekin uxlab qolsa-chi, yoki odam topolmaydi, yoki ish chiqib qoladi, yoki yana nimalardir bo'lishi mumkin. O'shaning uchun chap va o'ng qo'linglarni baravar qarab, baravar komnata. Hozir men gaplashaman. Alo? Да, здравствуйте. Zoom'daman-da, darsdaman. Xo'p, давайте, xo'p. Uzr. Hozir. Demak, chap va o'ng qo'linglarni ketma-ketlikda bir gal chap, bir gal o'ng qo'lingizga odam yozinglar yoki o'sha sponsoringlar bilan kelishib olishingiz kerak bo'ladi. Bir oyda 3 ta odamni chap qo'lingizga yozasiz va qolgan hammasini o'ng qo'lingizga yozib ketaveringlar, chunki o'ng qo'lni ham o'stirish juda ham muhim. Chap qo'lingizda agar mana siz sponsorlaringiz yozgan odamlari hammasi agar bir oyda 3 tadan odam yozib berishsa, agar 10 ta odam bo'lsa ham chap qo'lingizda, demak 30 ta odam avtomatik уже chap qo'lingizga yoziladi. Demak, shunaqangi sponsoringlar bilan birgalikda kelishib oladigan bo'lsanglar, har bitta inson bir oyda 3 ta odamni, mani o'ng qo'liga topa olmasa ham, lekin o'sha chap qo'liga 3 ta odam yozib berish shart bo'ladi. Chunki boshqalar ham shu inson uchun 3 ta odamni yozib beryapti. Shuni ham to'g'ri qabul qilib, to'g'ri bir-birini podдержка qilish kerak bo'ladi. Demak, o'ng qo'limizga endi kimlarni birinchi yozamiz? Hamma o'sha nimalarga tushuntirishga harakat qilinglar. Iloji boricha o'zingizlarning eng yaqinlaringlarni, opa-singil, o'sha keliningiz, ukangiz, jiyanlaringlarni, xola, ammavachchalarni, hamma yaqinlarni birinchi bo'lib yozsanglar. Nimaga desanglar, limitli tarmoq deb aytdik. Limitli tarmoq bo'lgandan keyin demak, o'zingizlarning 2.400.000 PV qilganingizdan keyin bo'ldi, sizlarga boshqa PV yozilmaydi. Demak, kimga yozamiz endi? Demak, eng tegimizdagi birinchi o'sha eng yaqin odamimiz o'sha singlimiz yoki opamiz, jiyanlarimiz, kelinlarimiz, ukalarimiz, o'shalarga yozishni boshlaysizlar. Mana shu birinchi yozilgan qarindoshlaringlarni keyinchalik kompaniya O'zbekistonda ham xudo xolasa ochilganida, o'sha PVlar yetmay qolgan paytda mana shu ularga yozib turib, PV'ni yetkazib olsangiz bo'ladi. Misol uchun, mana chat tarafingizda 300.000 PV bo'ldi-da, lekin o'ng tarafingizda hali 270.000 PV, ya'ni 30.000 PV kerak bo'ladi. O'sha paytda o'zingizdan, misol uchun, ukangizlarga yoki singlingizlarga nimadir staropsha olib, jigarni badini olib yoki o'sha xima badini olib yozib olsanglar, ham ularga lichniy kabinetligida PV bo'ladi, ham sizga bu daromad bo'lib ko'tarilib, steplar yopilib, sizlarga kamida o'sha agar $10 bo'lsa, 20 dollar, 10.000 PV bo'lsa, $20 oylik tushadi. Agar shaxsiy kabinetingizda 300.000 PV yig'ib qo'ygan bo'lsanglar, sizlarga $60 oylik tushadi.
Endi oyliklar haqida gapiradigan bo'lsak, komandalarni o'stirganingizdan keyin iloji boricha hammaligini aktivirovаться bo'lib, 10,000 PV qilib, kabinetligini ochib qo'yishligini maslahat berardim, chunki yangi a'zo bo'layotganlar baribir qiziqib nimanidir bo'lsa ham sotib oladi. Foam cleanserni, zubnoy pasta yoki zubnoy cho'tkalarni sotib olishadi. Ana o'shalar mizerniy kichkina narsani sotib olganda 20 ta odam shuni sotib olganda ham kamida sizlarga уже 30,000 PV, 40,000 PV yig'ilib qoladi. Demak, odamlarni sonini ko'paytirish uchun reklamani kuchaytirishimiz kerak. O'sha mahsulotlar haqida juda ham yaxshi ma'lumotlarga ega bo'lishimiz kerak. Uning uchun albatta izlanishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun Muhayyo komandasida o'sha bemalol savollaringizni yozib, o'sha savollaringizga javoblarni olib tayyor bo'lsanglar, hammanglar kim nima savol berishidan qat'iy nazar bemalol javob beradigan bo'lsanglar, odamlar shunga qiziqishadi. Chunki bitta so'raganda agar voy bilmayman, ustozimizdan so'rang yoki ular sizga javob, ular to'liq ma'lumot beradi desangiz, biz beramiz, lekin bu o'zingizlarni yasavotgan yoki qurayotgan, taklif qilayotgan komandalarda minus bo'lib qolishi mumkin. Demak, strukturamizni chap va o'ng tarafini o'stirib, o'zimizni shaxsiy kabinetimizni 10,000 PV qilib qo'ydik. Endi 10,000 PV qilganimizdan keyin bizga $20 oylik tushadi. Bu kamlik qiladi, to'g'rimi? Shuning uchun ko'proq oylik olish uchun endi uyda o'tirgan ayolga $20 kamlik qilsa kerak. Shuning uchun endi nima qilamiz? Shaxsiy kabinetimizdagi PVlarni oshiramiz. Demak, agar o'zingizlarning shaxsiy kabinetinglardagi PVlarni 300,000 PV ga ko'tarib olsanglar, endi to'g'ri, uni bittada qila olmaysizlar. Misol uchun, ochilishigacha hali dekabrgacha kamida yarim yil bor. Shu yarim yil davomida har oyda kamida hatto $10, $20 olib, sekin-sekin o'zingizlarni shaxsiy kabinetinglardagi PVlarni ko'tarib qo'ysanglar bo'ladi. Agar kompaniya ochilgunicha kamida o'zingizlarni 300,000 PV qilib qo'ysanglar, demak, yanada daromadinglarni oshishiga va ko'proq oylik olishingizga imkon yaratib qo'ygan bo'lasizlar. Demak, shaxsiy kabinetingizda agar 300,000 PV bo'lib, chap va o'ng qo'lingizdagi tovar aylanmasi ham 300,000 PV dan bo'lsa, demak sizlarga adminning sharti bajariladi, stepi yopiladi va sizlarga $60 oylik tushadi. Savolinglar bormi shu joyiga? Yana bir marta bo'lsa tushuntirib beraman. Tak, savol bo'lsa aytsanglar, bemalol nimalarni, mikrofoninglarni yoqib savol beraveringlar, chunki faqat eshitaversanglar ham anaqa qilib qoladi-da odam. Yo tushunyapsizlar, yo tushunmayapsizlar. Mayli, davom ettiraman. Demak, men har doim 700,000 PV gacha gapirishga harakat qilaman. Hozir e'tibor zoom o'tyaptilar devarkim. Salom ber. 300,000 PV dan keyingi ko'tariladigan qadamimiz bu 700,000 PV bo'ladi. Demak, 700,000 PV da yana endi to'g'ri bittada yig'ib ola olmaymiz. Mana biz ham misol uchun 2 yil davomida yurib, har kuni uni buni olib 700,000 PV ga o'zimizni chiqarib bo'ldik. Komandamizni ham deyarli o'stirib oldik. Hozir qo'ldan kelgancha o'sha pastdagi o'sha yangi a'zo bo'layotganlarga yordam berib, o'sha pastdagi yangi a'zo bo'lganlarni kabinetlariga o'sha 10,000 PV qilish uchun yordam berib, o'shalarga ballni yozishga harakat qilamiz. Chunki pastdagi odamlaringizni kabinetlarini qancha ko'p yoqib qo'ysak, ular daromad olsa, sizlarga o'sha daromadli 2 barobar bo'lib tushadigan bo'ladi. Mana shunaqa shartlari ham bor, zo'r. Endi o'zinglarni agar 700,000 PV qilsanglar, shaxsiy kabinetinglarni, demak, kompaniyadan sizlarga taklifnoma keladi. Demak, Koreyaga borib, 10 kunlik mehmonxonasida tekinga yashab, ATMI kompaniyasining seminarlarida qatnashib,
Atemi kompaniyasini o'sha ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni fabrika va zavodlariga borib, o'shalarni ko'rib, tanishib, 10 kun maza qilib yashab qaytib kelasizlar. Faqat samolyotdagi pulni qayerdan olamiz deb hozir ko'pchilik xavotir bo'ladi. O'zingizni shaxsiy kabinetingiz agar 700 ming PV qilganingizdan keyin sizga o'sha har step yopilganda $120 oylik tushadi va 1-chislodan 15-chislagacha agar chap qo'lingizda, o'ng qo'lingizda 1,5 ming PVli tovar обороты bo'lsa, sizlarga $2000 oylik chiqarib berishadi. 16-chislodan 31-chislagacha agar tovar aylanmasi 1,5 ming PV chap tarafingizdan, 1,5 ming PV o'ng tarafingizdan tovar aylanmasi qilingan bo'lsa, demak o'zingizni shaxsiy kabinetingiz 700 ming PV, chap tarafingizda 1,5 ming PV, o'ng tarafingizda 1,5 ming PV tovar aylanmasi bo'lgan bo'lsa, step yopiladi. Sizni shaxsiy kabinetingizda 700 ming PV bo'lgani uchun $120 oylik tushadi va undan tashqari kompaniya sizga $2000 oylik beradi. Demak, $2000 1-chislodan 15-chislogacha step yopganingiz uchun, 16-chislodan 31-chislagacha yana o'sha step yopganingiz uchun yana $2000 sizni o'sha plastikilarga aytdim. Plastikilarga $4000 oylik tushadi. Bu $4000 tushgandan keyin siz Atemini shartlarini bajarganingiz uchun sizlarga taklifnoma keladi. O'sha Atemi kompaniyasidan taklifnoma kelib, sizlar Koreyaga borib, maza qilib dam olib, o'ynab, Atemi kompaniyasining o'sha seminarlarida qatnashib kelishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari sizlarga Hema-Hem, 4 etapka va TFM nabori taqdim etiladi. Yana 700 ming PV qilganlardan keyin yana bitta zo'r sharoiti, sharti bor. Bu ofis ochishga sizlarga ruxsat beriladi. Misol uchun, kimlardir ofis ochgisi kelmaydi, to'g'rimi? Kimlargadir shu ofislarni ochib, odamlar bilan birga ishlashlar yoqadi. Maza qilib, agar o'zingizlarni 700 ming PV qilib, hamma shartlarini bajargan bo'lsangiz, ofis ochish huquqiga ega bo'lasiz. Lekin yana bitta sharti bor, demak, hamma mahsulotlar haqida va o'sha Atemi kompaniyasining marketingi, o'sha strukturalari haqida qisman emas, juda ham yaxshi bilishingiz kerak bo'ladi, chunki kompaniyaga o'sha ofisingizga kelgan odamlarga siz o'sha hamma ma'lumotni yetkazib berishingiz kerak bo'ladi. Demak, kimda qanaqa savollar bor? Tez gapirmadimmi qizlar? Sizlarga ham ko'p vaqtinglarni olmaydi demda, o'shaning uchun tez gapirmadim. Tez gapirdim deganim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dilnoza. Uzilib qoldim. Ha. Savolingiz bormi, Dilnoza? Savolim bu. Hozir bitta narsa o'ylantirib turganim. Xo'p. Chap tarafimda sizni komandangiz bor, chap tarafingizda kamida endi shakllantiryapman. Xo'p. O'sha O'zbekistonda ofitsialniy ochilguncha men siz chap tarafimdaqa o'ng tarafimni kengaytira olmay qolsam, oylikka chiqish, steplarni yopish bo'lmaydimi menda? Shu bo'ladi. Nimaga? Bo'ladi, chunki men nima bilan sizni komandangiz bilan to'plagan balni men to'plolmayman-da, bu qo'limda to'plolmayman-da, hali beri to'plolmayman. Xo'p. Bo'ldi, endi javob beraymi, Dilnoza? Ha, javob bering.
Demak, qarang, sizni chap holingizda hozir men o'tiribman, bizani tegimizda butun o'sha hamma katta liderlarimiz o'tirishibdi, to'g'ri. Hozir siz agar o'ng qo'lingizni mana o'stirib olasiz, xudo xolasa dekabr oyigacha chiroyli qilib o'stirib qo'yasiz, yaxshi niyat qiling birinchidan. Ikkinchidan, bizdan kelayotgan oqimni qaysi qismini ushlab qolasiz? O'zingizni shaxsiy kabinetingizda necha PV bo'lishiga qarab bizdan kelayotgan oqimni ushlab qolasiz. Misol uchun, shaxsiy kabinetingizda 10.000 PV bo'lsa, $20 faqat olib qolasiz, qolgani chiqib ketadi. Agar shaxsiy kabinetingizda 300.000 PV bo'lsa, 300.000 PV da nima sharti? Chap qo'lingizda 300.000 PV, o'ng qo'lingizda 300.000 PV bo'lsa, step yopiladi. Sizga $60 oylik chiqadi. Bir oyda misol uchun 300.000 PV lar оборот qilib berishsa kerak. Kamida, misol uchun keling, grubo gapiradigan bo'lsak, agar dekabr oyigacha kamida 100 tagina odam a'zo qila oldingiz deyiladi. Chunki hali kompaniya ochilmagan, mahsulotlarni hali uncha odamlar qiziqib olishmayapti. 100 tagina odam a'zo bo'lgan deyiladi. Lekin mana shu 100 ta odamingizdan agar 30 tasi mahsulot olsa, sizda o'sha 300.000 PV li оборот aylangan bo'ladi. Sizni shaxsiy kabinetingizda 300.000 PV bo'lib, chap tarafingizdan ham, o'ng tarafingizdan ham agar 300.000 PV yig'ilsa, sizga $60 tushadi. Faqat shuni ushlab qolasiz. Endi nima qilish kerak? Ko'proq agar daromad topib olaman desangiz, shaxsiy kabinetingizga 700.000 PV qilganingizda, chap qo'lingizda avtomatik sizda 1.5 PV dan ko'proq PV tovar aylanmasi bo'ladi. Chunki men o'zim komandam bilan mahsulotlar olib step yopayotganimda sizda kamida 5.000lik, 10.000lik PV li mahsulotlar ko'tarilib ketadi. Lekin o'ng tarafingizda siz o'shanda nima qilishingiz kerak? Demak, odamlarni a'zo qilayotganingizda o'sha o'ng tarafingizda albatta 4 ta liderni tayyorlab keting. O'zingizni o'sha o'ng qo'lingizdagi nimangizda, liniyangizda. Ular uchun bu sponsorskaya ruka bo'lyapti, to'g'rimi? O'sha sponsor qo'lingizda 4 ta odamni yozing, ketma-ketlikcha. Ketma-ket bo'lmasa, mayli, 10 ta 15 ta odamdan keyin yana bitta kuchli lider chiqib qoldi. U ham sponsor qo'lingizda. O'ng tarafingizdagi qo'lingizda 4 ta kattakon liderni tayyorlab, o'sha 4 ta liderga 1-chislodan 15-chislodagi qizlar 2 ta lideringlar sizlar bilan, sizlarni komandanglar bilan birgalikda men step yopaman deb aytasiz. 16-chislodan 31-chislodagi keyingi 2 ta lideringizga aytasiz, komandanglar bilan ishlanglar qizlar, step yopamiz. Agar stepimni vaqtida yopsam, demak, menga $2000 tushsa, keyingi steplarda o'sha sizlarga yordam beraman deb aytasizlar. Chunki mana shunaqa qo'llab-quvvatlash bor. Chunki plastik kartochkangizga misol uchun $4000 tushsa, o'shandan 4 ta lideringizga agar $500 dan berib mukofotlar, rag'batlantirib PV lar yozib bersangiz, bularning hammasi sizga PV bo'lib chiqadi va chap tarafingizdan kelayotgan PV larni ushlab qolishga yordam bo'ladi. Ham liderlaringizga yordam berasiz, ham kelayotgan daromadni ushlab qolasiz. O'shaning uchun qayta-qayta aytilyaptiki, 4 ta bo'lmasa, o'ng qo'lingizdan 6 ta liderni tayyorlab qo'yinglar. Mana misol uchun, agar meni misolimda qarasangiz, siz bemalol kirib mani o'ng qo'limni ko'rishingiz mumkin. Mana menda hozir 6 tami, 7 tami liderlar shakllangan. Shundan 2 tasi o'zi shakllanib ketgan. Bu qirg'izistonlik Samat aka degan kishi kirganlar, o'zlarini steplarini yopib, o'zlari oyliklariga chiqib, mana chiroyli bo'lib o'tiribdilar. Undan tashqari Qozog'istonlik Aysem degan qizni a'zo qilganman. Ular ham birdaniga 30 ta odamni a'zo qiluvdi. Ular ham kamida 3 tadan 4 tadan odam yozib, 30 ta odamni hozir qancha 100 taga yetib ketdi. Hammaligi o'zinglarni lichniy kabinetinglarni aktiviziy qilinglar deb aytganimda, hammaligi 10.000 PV li narsa olganda, o'sha
PVlar ko'tarilishi boshlaganda Samat akani chap qo'llarida tushib qolishganda. Keyin Samat aka aytdilar-ki, menda chap qo'limda shunaqangi PV yig'ilib ketibdi, muhayyo dedilar. O'ng qo'limni tez o'stirishib, o'ng qo'limdagilarga tez yetishim kerak. Mahsulotlarni olinglar deb bitta step yopib olaman dedilar. To'g'ri dedim, chunki Qozog'istonlik bitta Aysam degan qiz yozdim, butun tanishlarni olib kelib, hammalik o'zligini aktivировать qilib, sizga mana daromad chiqdi. Demak, pastda menda Aysam bor, Samat aka bor, Qirg'izistonlik, sal tepaga chiqsak, o'sha Navoiydan Nilufar degan qizimiz bor, teparoda Jizzaxlik. Rohilaxon mana o'tiribdir, ular ham juda ham zo'r ishlayaptilar. Uni tepasida o'zimni oyimlarni tayyorlab qo'yganman, o'sha step yopishlariga. Oyimlarni, uni tepasida yana kattakon butun hammalarni ushlab o'tirgan jiyanimiz Lolaxon borlar. Mana o'shalar hammasi 7 ta menda. Hozir unaqa xavotir oladigan joyim yo'q, lekin Dilnoza siz o'zingizni o'sha o'ng qo'lingizga 4 ta odamni lideri tayyorlab qo'ying. Misol uchun bittasi mana Go'zalxona, juda ham kuchlilar.